3 oyligigacha bo'lgan bolalarda ko'pincha bo'ynini yaxshi tuta olmaslik holatlari ko'p uchraydi. Ayniqsa tug'ruq paytida travma olgan bolalarda bu holat juda ham ko'p. Uy sharoitida nima qilsa bo'ladi deb yosh onalarimiz yosh kattalarga murojaat qilganda, yosh kattalar bo'yin go'sht yeyish kerak yoki bolani yo'rgaklash kerak degan gaplarni aytishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu juda ham xato. Umuman uy sharoitida yo'rgalash ham, bo'yin go'sht berish ham onaga kerak emas. Hozir men ko'rsatadigan usulni bemalol hammanglar uy sharoitida qilsanglar bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'ring, sizga albatta foydali bo'ladi. Buning uchun bizga to'g'ri 4 burchak shakldagi plyonkaimiz kerak bo'ladi. Mato juda ham yumshoq, bolaga komfortli bo'lishi kerak. Matoni 3 burchak shaklga keltirib olamiz. Sekin astalik bilan uchki qismini dumaloq shaklga keltirib bir tekisda taxlashimiz kerak bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni bolani bo'yin qismiga qo'yamiz. Bolani bo'ynini orqa qismidan o'tkazib, X shaklga keltirib olish kerak bo'ladi. Va yoniga sekin astalik bilan plyоnkani qistirib qo'yamiz. Bu holat hech qanaqa bolaga diskomfort bermaydi, bo'g'ilishga sabab bo'lmaydi. Mana shu holatga keladi bola. Ko'rib turganingizdek, mana shu holat yuzaga kelishi kerak. Bunda bolada hech qanaqa diskomfort bermaydi, bolani bo'ynini yaxshilab ushlashga yordam beradi va har xil travmalarni oldini oladi. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling.